Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Dunyo Uyg'ur qurultiyi tor televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga xush keldinglar. Men İftixar Abdurashid. Hurmatli ko'ruvchilar, tövəndə diqqətinizlər kunlik xabarlar programmamızın təfsilatı bo'lsin. Dunyo Uyg'ur qurultiyining raisi Dolqin Aysa, Qurultay ijroiya komitetining raisi Ömer Qanat, Qurultay Ushur Tashviqot markazining mudiri va Uyg'ur Adliya arxiv ombirining direktori Baxtiyor Ömer, Qurultayning bayonotchisi va Qurultay ayollar komitetining mudiri Zumratday Erkin, Gollandiyadagi lager shohidlarimizdan Qalbinur Sidiq va Ömer Bekalilardan tarkib topgan Qurultay hayiti bugun, ya'ni 23 noyabr kuni Avstraliya Uyg'ur jamiyatining hayiti a'zosi va Dunyo Uyg'ur qurultiyi muhojirlar komitetining muavin mudiri Mehmet Chalabchi va Avstraliya Uyg'ur Tangirtog' ayollar uyushmasining raisi Ramila Chanishevning hamrohligida Avstraliya parlamentini ziyorat qilib, 10 nafardan ortiq parlament a'zosi va senator bilan ayrim holda ko'rishib suhbat elib bordi. Qurultay hayitining bu qatimqi Avstraliya ziyaratining asosli maqsadi Avstraliya parlamentining Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini qabul qilib, maxsus qaror ma'qullashini qo'lga keltirish va Avstraliya hukumatidan Uyg'ur majburiy amkiga chetishlik mahsulotlarining import qilinishini cheklash haqida jiddiy tadbirlarni yo'lga qo'yishni talab qilishdan iborat. Qurultay hayiti Avstraliya parlamentini ziyorat qilayotganda Avstraliya Uyg'ur jamiyati, Avstraliya Uyg'ur Tangirtog' ayollar uyushmasi, Sharq Turkiston Avstraliya jamiyati, Victoria Uyg'ur jamiyati qatorliq tashkilotlar birlashib poytaxt Canberradagi parlament binosi oldida namoyish o'tkazib, Qurultay hayitining Avstraliya parlamentidagi faoliyatlarga madad berish bilan birga Avstraliya parlamentidan Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini qabul qilib, maxsus qaror ma'qullashini talab qilishdi. Necha yuz kilometr, hatto minglarcha kilometr yo'l yurib Avstraliya parlament binosi oldiga kelib to'plangan fidokor qarindoshlarimizning bu xil oliyjanob harakati Qurultay hayitini cho'nqur ta'sirlantirdi. Avstraliya Uyg'ur jamiyatining muavin raisi Gulmira Zunun xonimning riyosatchiligida o'tkazilgan bu qatimqi namoyishga Avstraliyadagi ba'zi siyosiy partiyalar va kishilik huquq tashkilotlarining mas'ullari kelib qatnashdi. Dolqin Aysa, Ömer Qanat, Ömer Bekali, Qalbinur Sidiq qatorliqlar namoyishchilarimizga xitoban qilgan so'zlarida Avstraliyadagi vatanparvar qarindoshlarimizga bo'lgan cho'nqur hurmati va minnatdorligini ifoda qilishdi. Ko'rishadigan parlament a'zolarining soni ko'p bo'lgani uchun Qurultay hayiti parlamentda ikki guruhga bo'linib, ko'rishish va suhbat ilib bordi. Qurultay hayitining Avstraliya parlamentida bugun, ya'ni 23 noyabr ilib borgan faoliyatlari Avstraliya matbuotlarining kuchli diqqatini qo'zg'adi. Parlament binosi oldida o'tkazilgan namoyishning butun jarayon haqida stansiyamiz tarafidan ishlangan maxsus programmani Dunyo Uyg'ur qurultiyi tor televiziyasining YouTube kanalidan tafsiliy ko'ra olasiz. Her qaysi ellarda faoliyat ilib berayotgan Uyg'ur tashkilotlari Dunyo Uyg'ur qurultiyining 9 dekabr Uyg'ur irqiy qirg'inchilik kunida butun dunyo miqyosida Xitoyning irqiy qirg'inchilikka qarshi bir tutash ilib beriladigan norozilik faoliyatlariga aktivlik bilan qatnashish haqidagi chaqiriqqa qizg'in ovoz qo'shib, o'zlari turayotgan davlatlarda o'xshamagan shakldagi norozilik faoliyatlarini o'tkazishga jiddiy tayyorlanmoqda. Hammaga ma'lum bo'lgandek, 2020 yili Londonda qurilgan Uyg'ur sud kollegiyasi 2021 yili 9 dekabr kuni Xitoy hukumati Uyg'urlarga qarta irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat yurgizadi deb hukm chiqargan va Dunyo Uyg'ur qurultiyining raisi Dolqin Aysa apandim Uyg'ur sud kollegiyasining hukmi e'lon qilingan 9 dekabr kunini Dunyo Uyg'ur qurultiyi tarafidan Uyg'ur irqiy qirg'inchilik kuni deb bekitganligini jakarlagan. Shundaqla muhojiratdagi qarindoshlarimizni Uyg'ur xalqi uchun zo'r tarixiy ahamiyatga ega bo'lgan bu kunni unutib qolmaslikqa ve her yılı hatırlab turishga chaqirgan edi. Dunyo Uyg'ur qurultiyining bu vaqtdagi chaqiriqi muhojiratga Sharq Turkistonlik qarindoshlarımizning qizg'in olqishiga sazovor bo'ldi va qurultay tarafidan bu vaqtda başlatilgan #faoliyatiga aktivlik bilan ovoz qo'shishga boshladi. Assalomu alaykum aziz qarindoshlar. Dunyo Uyg'ur qurultiyining arzi bilan 2020 yili Londonda qurilgan Uyg'ur sud kollegiyasi 2021 yili 9 dekabr kuni Xitoy hukumati Uyg'urlarga qarta irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat yurgizyapti deb hukm chiqargan kun. Shundaqla Dunyo Uyg'ur qurultiyining raisi Dolqin Aysa apandim Uyg'ur sud kollegiyasining hukmi e'lon qilingan 9 dekabr kunini Dunyo Uyg'ur qurultiyining Uyg'ur irqiy qirg'inchilik kuni deb bekitgan kun. Bu tarixiy ahamiyatga ega kunni unutmaylik. Bütün dünyadaki Uyg'urlar birdek 9 dekabr kuni Xitoyning irqiy qirg'inchiligiga qarshi norozilik harakatlarimiz bilan bu kunni xotirlaylik. 9 dekabr Uyg'ur irqiy qirg'inchilik kunini Xitoy ishg'olchi Xitoyga qarshi norozilik harakatlarimiz bilan xotirlaylik.
Yevropa İttifaqı Xitayning Sharq Turkistondagi qabihliklarga chetishliq 4 nafar amaldori bilan bir hukumat apparatiga yurgizilgan jazoni yana 1 yil uzartmoqchi bo'lgan. Shuning bilan bir vaqtda Yevropa parlamenti 22 noyabr kuni Yevropa İttifaqıning jazolash tizimligiga texnik ko'p Xitoy amaldorlarini kirgizishni munozara qilgan. Yevropa İttifaqı ilgari atalmış Uyg'ur Abnum Rayonluq Xalq Qurultiyi doimiy komitetining muavin mudiri Ju Haylun, atalmış Uyg'ur Abnum Rayonluq Siyosiy qonun komitetining sobiq sekretari, hozirgi Tibet partikomining sekretari Wang Junjong, atalmış Uyg'ur Abnum Rayonluq Siyosiy qonun komitetining sekretari Wang Mingshan va atalmış Uyg'ur Abnum Rayonluq Jixi nazoratining noziri Chen Mingo, shundaqli Sharq Turkiston xalqi tarafidan Jallod qo'shin deb atalgan Xitoyning Xinjiang ishlab chiqarish qurilish Bingtuanni jazolagan. Yevropa İttifaqı yuqorqi 4 shaxsni Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa musulmon oz sonliq millatlarni nishon qilgan keng ko'lamlik ta'qib, tutqun va ming yuvish programmasining loyihalaguvchilaridan deb ayblagan. Shundaqli Bingtuanni bu xalqlarga qartilgan keng ko'lamlik tutqun va xo'rlash qilmishining javobgari deb ko'rsatgan edi. Janubiy Xitoy Sahar pochtasi gazetining aytishicha, Yevropa komissiyasining bir komiteti 30 noyabr kuni jazo muddatini uzatishni muzokara qilib, 5 dekabr tashqi ishlar ministrlarining yig'inida tasdiqladi ekan. Bu 2019 yılı 3. ayda yo'l qo'yilishga başlagan bu jazoning kelar yili 3. ayda qayta yangilanganligini ko'rsatdi. Bu jazo Yevropa İttifaqı bilan Xitoy orasida misli ko'rilib boqmagan diplomatik surkilishni keltirib chiqargan edi. Janubiy Xitoy Sahar pochtasining vaziyatdan xabardor diplomatlarning so'zlaridan naql keltirishicha, Sharq Turkistonning kishilik huquq vaziyatida hech qanday bir yaxshilanish bo'lmag'achqa jazoni uzatish qarori 12 ayda hech qanday munozirsiz ma'qullanish mumkin deb qaralmoqda ekan. Atalmış Uyg'ur Abnum Rayonluq partikom sekretari Ma Shungrey ilgari G'ulji qatorliq joylarda yurgizilib, ocharchilik paydo qilgan va nurg'un odamning o'lishini keltirib chiqargan karantin tadbirlarini Qashqarda eng qat'iy hal qilg'ish va eng qattiq ravishda yo'l qo'yishni talab qilgan. Ma Shungreyning yuqorqi yo'l yo'riqining 2017-yil boshlangan cho'ng tutqunda ig'ir talafotga uchirgan Qashqar rayonida G'ulji qatorliq joylardagi karantinda yuz bergan fojialardimi ig'ir oqibatlarni keltirib chiqarishdan andish qilinmoqda. Xinjiang gazetining xabar qilishicha, Ma Shungrey 21 noyabr kuni Qashqarga kelib, yangi tipli tojsimon virus yuqumiga qarshi yo'l qo'yilgan karantin tadbirlarini ko'zdan kechirgan. U Qashqarda bergan yo'l yo'riqida navbatdagi yuqumning oldini olish va kontrol qilish vaziyatining ig'irligi va murakkabligini aniq to'nib yetib, uchta tavranmaslikda qat'iy ching turish, eng qat'iy hal qilg'uch va eng qattiq tadbirlarni yo'l qo'yib, tarqalish zanjirini tezdan to'sib, yuqumning tarqalishini cheklashimiz va uni eng tuvanchaga tushirishimiz kerak degan. Xitoy taratqullarining xabarlarida Ma Shungreyning so'zida konkret qandaq hal qilg'uch tadbirlarni elishni talab qilganligi tilga olinmagan bo'lsa-mu, lekin Sharq Turkistondan tarqalgan uchurlarda doiralarning fuqarolarni sharoit intayin nachar cho'ng ko'lamdagi lager shakllik o'rinlarga kollektiv qamaganligi ko'rsatilmoqda. Xinjiang gazetining xabarida aytilishicha, Ma Shungrey Qashqarda qilgan so'zida yana yuqumdorlar va ular bilan uchrashuvchilarni yotkash, yig'ib olish va ayritish unumini o'stirishni talab qilgan. Ma'lum bo'lishicha, Ma Shungrey bilan o'xshash bir vaqt atalmış Uyg'ur Abnum Rayonluq hukumatining raisi Erkin Tunyaz Xotanga berib, bu joydagi qamal tadbirlarini ko'zdan kechirgan. Aziz ko'rmanlar, yuqorida diqqatingizga Dunyo Uyg'ur Qurultiyi to'r televiziyasining kunlik xabarlar programmasini sundik. Keyin qitimliq sonimizda ko'rishaylik. Aman bo'lgaysizlar. Stansimizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.